Bir video tarqatishyapti. Shuraym. Shu odam haqiqatan Alloh uchun shunday katta bir mansabdan bo'shab ketdi Makkaning imomligidan. Chunki Makkaning imom bo'lish hozirgi kunda dunyodagi eng katta saroy mulla bo'lish. Iloji yo'q. Makkaning imom bo'lganidan keyin minbarga chiqib olib, Amerikan prezidentidan tortib o'sha qirollargacha hammasini maqtashingiz kerak, ularning yaxshi ishini ham, yomon ishini ham hammasini oqlab berishingiz kerak. Siz chunki Makkaning imomsiz, hamma sizga og'zidan chiqqan gapga qarab o'tiribdi, ular bitta-bitta harf gapizni tahlil qiladi. Va mana shu narsaga chidamagandan u kishi, xo'p, mayli haqda ayta olmasam ham botilga chapak chamaydi dedi-da, o'sha Shuraym ya'ni. Imomlikdan bo'shab bordi. Bu oson narsa emas, bu shunday katta maqomni tark qilish Alloh uchun ya'ni. O'ziga o'zi bir narsalarni hujjat qilib yursa bo'lardi, mana sudayz yurganga o'xshab. Lekin Alloh uchun shu maqomni tark qildi o'sha inson. Odamlar orzu qilib yeta olmayapti, bolam Makkaning imom bo'lsa edi deb. Endi ko'rsatishyapti, shu odam oddiy inson bo'lib bir kun haramda o'tiribdi ekan, video ko'rsatishyapti. Chekkada bir burchakda o'tiribdi, oddiy odamlarga o'xshab. Bir payt u bu yonida 20 ta qo'riqchi, bu yonida 20 ta qo'riqchi bilan yurardi u. Lekin mana shu narsalarni hammasini Alloh uchun tark qilib, atqiyo, axfiyo bo'lishlikni tanlagan. Oddiy inson bo'lib bir burchagida haramda Qur'on o'qib o'tiribdi ekan. Chekkadan odamlar rasmga olib tarqatishdi uni. Ajibda bu ikki inson. Alloh ko'rsatib qo'ygan insonlarga hujjat qilib mana shu ikki insonni. Biri Allohning quli bo'ldi, biri podshohning quli bo'ldi. Toki insoniyatga hujjat bo'lsin, nima uchun sen mana shunaqangi maqomni istayapsan? O'zimizda ham qarasangiz, bunaqangi ulamolar ko'p o'tdi. Kimlardir atqiya, axfiya bo'lib yo'q bo'lib ketdi, domdaraksiz. O'ligi ham, tirigi ham noma'lum bo'lib. Uning janozasini ham odamlar ko'tarmadi. Kimlardir mashhur bo'ldi. Buni ayblab aytmayapmiz albatta, lekin Alloh huzuriga borgan daraja bilinadi. O'zimizda ham qarasangiz, bunaqangi ulamolar ko'p o'tdi. Kimlardir atqiya, axfiya bo'lib yo'q bo'lib ketdi, domdaraksiz. Keyingisi Muoz radhiyallohu anhu ning yig'ilari. Hokim rivoyat qiladi Ibn Umar radhiyallohu anhudan. Umar radhiyallohu anhu Muoz radhiyallohu anhu oldidan o'tgan ekanlar. U kishi yig'lab yotgan ekan. Nima yig'layapsan dedilar. U kishi aytdilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan hadis sababdan yig'layapman. Riyoning ozginasi ham shirk degan ekanlar Rasululloh. Va bandalarning Alloh tabaraka taologa eng suyuklisi taqvodor maxfiylari. Ularki g'oyib bo'linsa, ular yo'qotilmaydi. Agar hozir bo'linsa, bilinmaydi. Ana o'shalar hidoyat imomidirlar va ilm chirog'idirlar. Ya'ni riyoni ozginasi ham shirk. Nima qilibdi, ozgina riyo qilsam bo'laveradimi deydi-yu ba'zilar. Ozgina riyo qilsam ham amal muhabbati bo'ladimi deydi. Ha, uni ko'pi kami yo'q. Ozginasi ham shirk. Ana shundan qo'rqib yig'layaptilar. Ozgina riyo qilib qo'ygan masmukamman, amalimni habata qilib shirk keltirib deb qo'rqyapti. Qanday bo'lishi mumkin ozgina riyo? Ozgina his ana shu bilan bo'ladi. Masalan, inson ozgina bo'lsa ham o'zini ko'rsatgisi kelib turadi amali paytida. Shu kimdir ko'rib qolsa edi meni deb turadi. Kimdir eshitib qolsa edi shu amalimni, keyin maqtasa edi meni deb turadi. Yoki o'zini amalini ozgina bo'lsa ham odamlar oldida ko'rsatib qo'yishni istaydi, uni bir darajasini odamlar bilishini, boshqa bir g'oyalar bilan yuyadi uni. Masalan, men riyo maqsadida qilmayapman, odamlarni targ'ib qilyapman deydi. Haqiqatda odamlar targ'ib qilayotgan ham bo'ladi, lekin baribir ozgina ichida bo'ladi-da. Odamlar ko'rib qolsa degan narsa. Bugungi kunda ayniqsa mana kanallar ochib olishadi-da. Kanallarga odamlar dars tashlaydi, da'vat tashlaydi, foydali gaplar tashlaydi, ora-orada bitta ikkita o'zini ham maqtab qo'yaveradi masalan. O'zini hayotidagi narsalarni rasmga olib, videoga olib tashlaydi. Joy namozda dumalab yotganini, kitoblarini maqtaveradi. Ayniqsa mana shu ozgina riyodan ayol qizlar ehtiyot bo'lishi kerak. Bugun shu moda bo'lgan kanal ochib olish ayol qizlar keyin o'sha bitta alifni o'rgansa ham o'shani rasmga olib kanalga tashlaydi. Mana men alifni o'rgandim deb. O'zi bir kunda bir yarim soat dars qilsa ham, keyin dars qilyapman deb videoga olib o'shani kitoblarini, javonini, hamma narsasini kanalga tashaveradi. Kimga kerak bu narsa? Kim so'rayapti sizdan kitob javoningizni? Kim so'rayapti yozgan chizganingizni? Hammasini rasmga olib tashaverasiz. Foydali narsa tarqataman deb kanal ochdim, odam foydali narsa tarqatish kerak bo'ldi. Hamma narsasini rasmga olib tashlavermang. Targ'ib qilyapman deydi-da. Siz kimsizki, siz targ'ibingizga qarab odamlar amal qilsa, sizga ey mashalloh, men odam shunday qilyapti ekan deb. Endi men tepalab tashlayman ko'pincha shunaqangilarni. Sababi bularni kimdir tepalamasa bo'lmaydi. Bu odamni kimdir tepalash kerak. Hamma yelkasini qashlaversa, odam mana shu riyo qilayotganini unutib qo'yadi. Maqsad ozgina riyo, mana shunaqa bo'ladi. Shuni misollarini tushuntiryapman, ya'ni. Shundan qo'rqish kerak. Odam o'zini oqlashligi emas, men qilganim yo'q deb. Ana shuning uchun hozir mana Muoz radhiyallohu anhu yig'layapti, ozgina riyo ham shirk deyapti.
Odam sezmay qoladi. Aytganlar-ku, qora kechada, qorong'u tunda, qop-qora tosh ustida qora chumoli o'rmalagandan maxfiy. Ya'ni men qilganim yo'q deyveradi shunaqa odam. Keyin aytdilar, Allohga bandalarning eng suyuklisi kim mana qarang. Atqiya, axfiya bo'lgan kishilar. Taqvodor, maxfiy. Hamma narsasini odamlarga ko'z-ko'z qilgan taqvodor emas. Taqvodor, maxfiy. Ko'ryapsizmi? Taqvo bilan maxfiylik jamlanishligi kerak. Taqvo bilan u o'zini ko'z-ko'z qilish emas. Ayniqsa hozirgi zamonda mana. Avvalgi zamonlarda odam bir o'zini ko'z-ko'z qilsa, ko'chada 2-3 ta odamga ko'z-ko'z qilgan, to'g'rimi? Hozirgi zamonda yomon narsa bu. Odam uyda o'tirib olib, o'zining taqvodorligini butun olam jahonga ko'z-ko'z qila oladi ana shu internet tarmog'i orqali. O'tirsa hamma narsasini rasmga olib tashlaverib. Bu atqiyo, axfiyolikka zid bo'lib qoladi. Taqvodor, maxfiy bo'lish kerak inson. Shundayki qarang mana. Taqvodor, maxfiyning alomati agar g'oyib bo'lsangiz izlanmasligingiz kerak. Ya'ni, faloncha yo'q bo'lib qoldi, nima bo'ldi shunga? Yaxshi odam edi-da shu deb odamlar sizni izlamasligi kerak. O'ldingmi, qoldingmi demaysan deydi-ku, qo'l-qo'l so'ramaysan. Ha, shunaqa bo'lishi kerak. O'ldingizmi, qoldingizmi hech kimga qizig'i yo'q bo'lishi kerak. Ana shu haqiqiy atqiyo, axfiyolik, taqvodor, maxfiylik bo'ladi. Hammaga mashhur xonanda yoki artistga o'xshab hali yulduz bo'lsangiz, o'ldingizmi, qoldingizmi hammasidan xavotir olib yurgich, bu ko'pincha amallaringizda sizda riyoni paydo qiladi bu. Va agar hozir bo'lsangiz tanilmasligingiz kerak. Ya'ni shunday maxfiy yurishingiz kerakki, odamlarning ichida hozir bo'lsangiz, odamlar sizni tanimasligi kerak. Mana o'shami deb. Hammaning ichida odam o'zini ko'z-ko'z qilishligi emas, ya'ni. Hozir bo'lsa, u tanilmasligi kerak. Kimsan paloncha kelibdi deb hammaga odamlar oldida ko'z-ko'z bo'lishligi emas. Ana shunday bo'la olsa, inson aytdilarki, ana shular hidoyat imomi bo'ladi. Haqiqiy imom deb mana shuni aytiladi. Qoraga kelibdi deb uni oyog'ining tagiga qizilgan to'shalinadigan odam emas imom. Va ana shular ilm chirog'i deganlar. Haqiqiy ilmli insonlar shunaqa bo'ladi. Bir video tarqatishyapti. Shuraym. Shu odam haqiqatan Alloh uchun shunday katta bir mansabdan bo'shab ketdi Makkaning imomligidan. Chunki Makkaning imom bo'lish hozirgi kunda dunyodagi eng katta saroy mulla bo'lish. Iloji yo'q. Makkaning imom bo'lganingizdan keyin minbarga chiqib olib, Amerikan prezidentidan tortib o'sha qirollargacha hammasini maqtashingiz kerak, ularning yaxshi ishini ham, yomon ishini ham hammasini oqlab berishingiz kerak. Siz chunki Makkaning imomsiz, hamma sizga og'izdan chiqqan gapga qarab o'tiribdi, ular bitta-bitta harf gapingizni tahlil qiladi. Mana shu narsaga chidamagandan u kishi, xo'p, mayli haqda ayta olmasam ham botilga chapak chamaydi dedi-da, o'sha Shuraym ya'ni. Imomlikdan bo'shab bordi. Bu oson narsa emas, bu shunday katta maqomni tark qilish Alloh uchun ya'ni. O'ziga o'zi bir narsalarni hujjat qilib yursa bo'lardi, mana sudaysiz yurganga o'xshab. Lekin Alloh uchun shu maqomni tark qildi o'sha inson. Odamlar orzu qilib yeta olmayapti, bolam Makkaning imom bo'lsaydi deb. Endi ko'rsatishyapti, shu odam oddiy inson bo'lib bir kun haramda o'tiribdi ekan, video ko'rsatishyapti. Chekkada bir burchakda o'tiribdi, oddiy odamlarga o'xshab. Bir payt u bu yonida 20 ta qo'riqchi, bu yonida 20 ta qo'riqchi bilan yurardi u. Kirishi, chiqishi hamma narsa dabdabalik. Mana hozir aytganimizdek sudayistikdek shunaqangi dabdabada yursa bo'lardi. Lekin mana shu narsa hammasini Alloh uchun tark qilib, atqiyo, axfiyo bo'lishlikni tanlagan. Oddiy inson bo'lib bir burchagida haramda Qur'on o'qib o'tiribdi ekan. Chekkadan odamlar rasmga olib tarqatishdi uni. Ana shunaqa bo'ladi-da, haqiqiy hidoyat imomi, ilm chirog'i bo'lgan insonlar. Odamlarning ichida dabdaba bilan yurishni istamaydi u. Tilka darul axira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Oxirat diyorini yeridan shunday katakonlik, fasodni istamaydiganlarga beramiz degan Alloh. U dabdaba bilan yuradigan prezidentlar yonida yuradiganlarga emas. Afsuski odamlar lekin mana shunaqalarda ilmlilar deydi. Bir odam maxfiy bo'lsa, taqvodor bo'lsa, uni kim bu deydi. Ajibda bu ikki inson. Alloh ko'rsatib qo'ygan insonlarga hujjat qilib mana shu ikki insonni. Biri mana oxirat yo'lini tanladi, biri dunyo yo'lini tanladi. Shuraym bilan shu sudaysini aytayapman ya'ni. Biri Allohning quli bo'ldi, biri podshohning quli bo'ldi. Toki insoniyatga hujjat bo'lsin, nima uchun sen mana shunaqangi maqomni istayapsan? O'zimizda ham qarasangiz, bunaqangi ulamolar ko'p o'tdi. Kimlardir atqiya, axfiya bo'lib yo'q bo'lib ketdi, domdaraksiz. O'ligi ham, tirigi ham noma'lum bo'lib. Uning janozasini ham odamlar ko'tarmadi. Kimlardir mashhur bo'ldi. Buni ayblab aytmayapmiz albatta, lekin Alloh huzuriga borgan daraja bilinadi.